Assalomu alaykum O'shar Stroy obunachilari. Inabin xudo xolasa bizlarning magazinimizda dushovoy kabinaning afzalliklari va narx-navolar haqida gaplashamiz. Bizlarda dushovoy kabinalarda assortimentimiz ko'p. Ya'ni bir 10 xil assortimentimiz bor xudo xolasa. Bizlarda buni yetkazib berish xizmati Xorazm bo'ylab qo'yganmiz. Ya'ni dushovoy kabinalarni endi obzor etib o'tamiz. Dushovoy kabinalarimizni navorotlarga keladigan bo'lsak, bu yangilangan variantda bo'ladi. Xudo xolasa endi buni ranglari ham turlicha bo'ladi. Qarasi bor, seriyasi bor. Hozirda bizlarda aslovnoy seriyasi qoldi. Qaralarni уже skidga tushirganimiz uchun sotib bo'ldik to'g'risi. Bularni vannasina keladigan bo'lsak, vannasi ham akrilovoy bo'ladi, akrilda ishlangan. Avvallar plastmas bo'ladi shu narsalar. Hozir yangilangan variantida akril. Yaxshi-da yana bu. Keyin bunda tahorat uchun foydalanadigan semistitillar qo'shilgan. Plus dimoxod, ya'ni lampochkasi bilan. Bu yerda sensorli pultlar ham bor. Tozalangan variantida. Buni narxini 5 million qilib belgilaganmiz. 3 xil variantda suv keladi. Bu dush kabinamiz eng budjetli, ya'ni yangilangan varianti bo'ladi. Bu dush kabinamizda Xorazm bo'ylab dastavkamiz bor. Ya'ni shu 5 million ichida bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz bor, lekin minus tarafi ustanovka xizmatlari yo'q. Ustanovka xizmatlari ham endi kelishilgan holda ustalari, misol uchun, nomerlarni berishimiz mumkin. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. You ain't got a tag.